Siz qimor reklama qilayotgan itlar, chet elga chiqib olib, faqz, zinoni targ'ib qilayotgan, chet ellik bo'lib oldim, zotdor bu beklardanman deyotgan bittasini tanishtirib o'tib ketmoqchiman. O'zbek zabon Instagramida 1,5 millionga yaqin Dito degan inson bilan sizlarni tanishtirib o'tib ketmoqchiman. Xo'p, mana bu yerda bonus deyapti, Mailbetga kirasiz, yana nimadirlar promokod beradi deyapti. Bu bolani 3-4 yil oldingi sahifalarini ko'rganingizda yaxshi sportga, yaxshi diniy narsalarni gapirib chiqib, har xil yoshlarimizga foyda bo'ladigan narsalarni ko'rsatardi. Bilmayman, bunga nimadir ichirib qo'yganmi yonidagi to'toqlari 180 gradusga o'zgarib, bizning yoshlarimizga qumorni, fahshi, zinoni, har xil isqirt narsalarni reklama qilyapti. Sen meni tanib turgan Dito, it har xil isqirt narsalarini olib tashlagan. Biz bilardik, Toshkentda bir o'zinikini gapirib, yaxshi bola bo'lib yurgan. Bilmayman, qanaqa vanna bilan Dubayga borib qolgan, o'zi biladi va Alloh biladi. Sen it qimor reklama qilayotgan har xil isqirt narsalarini olib tashlagan. Meni kommentariyada har xil narsalar gapirib, orqamdan chaynab yurganlar. Men chaynagan zvachkani olib, og'ziga solib so'rib yurganlar. Haqimda qanaqadir gapinglar bo'lsa, yomon nimadir bo'lsa, men dayrekim bor, bemalol. Siz meni tanib turgan, qimor reklama qilib turgan itlar, xulolmayapsanlar, tushlaringga ham kiryapman. Iltimos, meni tanib turgan, menga obunachi bo'lgan o'rtoqlarim, chempionlarim. Iltimos, boykot qilib tashlaylik, mana shu qimor reklama qilayotgan har xil iflos, isqirt itlarni. Siz qimor reklama qilib, qimor puliga kayf qilayotgan itlar. Skors, tabletka, bizani yoshlarni zaharlayotgan iflos narsalarni qilayotganlar. Keyingi safar точно sizni rasmingiz chiqadi.